Assalomu alaykum elektrotexnika uz kanali obunachilar va kuzatuvchilar. Bizda navbatdagi video chang yutgich. Chang yutgichimizni elektrodvigatel ishlamay qolgan ekan. Biz buni multimetr yordamida tekshirib ko'rdik va ushbu elektrodvigatelimiz ichida mana bunday issiqlik relesi bor ekan. Mana 125 gradus Selsiyada bu ajratadi. Hozir bizda mana bu issiqlik relemiz juda nosoz holga kelgan. Hozir 125 gradus Selsiy. Issiqlik relemiz nosoz holga kelgan. Biz ushbu releni olib tashladik va to'g'ridan to'g'ri o'zini mana bunday qilib mana kavsharlab qo'ydik. Mana kavsharlash asbobimiz. Endi bu chang yutgichimizni hozir yig'amiz va ishlatib ko'ramiz. Elektrodvigatelimizni o'zini parobkasiga yig'ib oldik. Datchigini olib tashladik va ishlatib ko'ramiz. Elektrodvigatelimiz shu holatda. Endi chang yutgichimizni yig'amiz va chang yutgich tayyor bo'ladi. Faqat bu yerda issiqlikdan himoya qiladigan relay olib tashlangan. Qolgan hammasi oldingida ishlayveradi.